Tinchlik hayotimizning eng katta ne'mati. Shu osoyishtalikni ta'minlash yo'lida har kuni fidoyilik bilan xizmat qilayotgan insonlar orasida Surxondaryo viloyat qo'riqlash boshqarmasi Termiz shahar qo'riqlash bo'limi safdor xodimi kichik serjant Otabek Xonov ham bor. U bugungi kunda ipoteka banki obyekti xavfsizligini ta'minlashda o'zining bilim va tajribasini safarbar etib, mas'uliyat bilan xizmat olib bormoqda. Men Xonov Otabek Xursandovich 1984-yil Surxondaryo viloyat Boysun tumanida tug'ilganman. 2006-yildan buyon ichki ishlar huzuridagi Surxondaryo viloyat qo'riqlash boshqarmasida davlatning o'ta muhim va toifalangan obyektlari, hayotiy zarur obyektlarida davlat va fuqarolarning mol-mulk daxligini ta'minlashda xizmat qilib kelmoqdaman. Vatanimizning osoyishtaligi va fuqarolarning xotirjamligini ta'minlash mening hayotimning ajralmas qismiga aylangan. Qahramonimizning har bir kuni hushyorlik, ogohlik va matonat bilan o'tadi. Zero uning zimmasiga nafaqat moliyaviy muassasa, balki bu yerga kelib ketadigan fuqarolarning osoyishtaligini ta'minlash kabi muhim vazifalar yuklatilgan. Qo'riqlash sohasi Otabek Xonov uchun shunchaki kasb emas, balki yurtga bo'lgan sadoqatdir. U o'zining halolligi va intizomi bilan hamkasblariga o'rnak bo'lib kelmoqda. Har kuni xizmat oldi yo'riqnomaga ishtirok etganimda, ushbu sohada xizmat qilayotganimdan faxrlanaman. Men uchun xizmat sharaf va burch. Qo'riqlash xizmati bu avvalo xodimlardan hushyorlik va tezkorlikni talab qiladi. Bizga ishonib topshirilgan obyektlarning ishonchli qo'riqlashini amalga oshirishni o'z mas'uliyatimiz deb bilamiz. Xizmatdan tashqarida esa u mehribon ota, oilaparvar inson, 5 nafar farzandning qalbidagi ishonch va quvonch Otabekning eng katta baxtidir. Men dadajonimning sharafli va mashaqqatli kasblari bilan faxrlanaman. Sababi ular davlatimiz va xalqimizning daxlsizligiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar va bu o'rtoqlarim va dugonalarim orasida ham aks etadi. Men ularning shunday sharafli kasblaridan faxrlanaman. Dadajonim va ular bilan bir qatorda xizmat qilib kelayotgan mard va jasur harbiy akalarimizga bag'ishlangan Muhammad Yusufning Posbonlar nomli she'rini o'qib bermoqchiman. Sizga orom qayda, sizga tim qayda? Siz to'yib uxlagan bitta tun qayda? El yurt oromin asragan zotlar, el mehri asrasin sizni har joyda. Bo'sh vaqtlarini farzandlari tarbiyasi va oila davrasiga bag'ishlab, u hayotiy quvvatini ana shu mehr-muhabbatdan oladi. Joriy yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan harbiy xizmatchilarning va xodimlarning farzandlari uchun ajratilgan kvota asosida o'g'lim oliy o'quv yurtiga davlat granti asosida o'qishga qabul qilindi. Bundan juda baxtiyorman. Bu menga yanada kuch va g'ayrat bag'ishlaydi. Qahramonimizning xizmat faoliyati sadoqat, fidoyilik va mas'uliyatning yorqin ifodasidir. Obod va farovon, tinch va osoyishta yurtda yashar ekanmiz. Kundalik hayotimizning bexavotir, tunlarimizning ostida o'tayotgani har bir harbiy xizmatchi va xodimning mashaqqatli xizmatlari tufaylidir. Zero vatanni qo'riqlash har bir inson uchun sharafli burchdir.